Topshirilmagan daftar. Kuz oyining o'rtalari edi. Bir chekka qishloqdagi maktabda ishlaydigan ustoz darsdan so'ng o'quvchilardan nazorat ishi daftarlarini yig'ib oldi. Sinfda 30 nafar o'quvchi bor edi. Ammo ulardan biri sho'x va biroz mas'uliyatsiz bo'lgan bir bola, "Ustoz, daftarim uyda qolibdi. Ertaga topshirsam maylimi?" deb ruxsat so'radi. Ustoz insof yuzasidan "Mayli" deb qolgan 29 ta daftarni oldi-yu yo'lga tushdi. Ustozning uyi qo'shni qishloqda bo'lib, u yerga borish uchun keng, kimsasiz dalalar, adirlar orqali o'tish kerak edi. Ish bilan bo'lib, vaqt ancha kech bo'lib qoldi. Atrofga quyuq qorong'ulik cho'kdi. Ustoz kimsasiz daladan o'tayotganda uzoqdan uvillagan tovushlarni eshitdi. Bu bo'rilar edi. Oradan ko'p o'tmay bir guruh och bo'rilar ayolning iziga tushdi. Ustoz qo'rqib ketdi, ammo o'zini yo'qotib qo'ymadi. Ustoz bo'rilar olovdan qo'rqishini bilar edi. Cho'ntagida gugurt bor edi. U daftarlardan birini olib yoqa boshladi. Shunday qilib ustoz bitta-bitta daftarlarni yoqib, olovni o'chirmasdan uyiga tomon qadam tashlayverdi. Qishloqqa yaqin qolganida oxiriga 29-daftar qolgan edi. Ustoz uni ham yoqdi. Olov sekin-asta o'cha boshladi. Uyigacha yana bir oz masofa qolgan edi. Agar yana bittagina daftar bo'lganida edi. Keyingi kuni maktabga daftarni topshirmagan o'quvchi kelib, "Ustoz, mana daftarlarim, olib keldim", dedi.